Uncha chiroyli, yarashibdi, buyursin. Çok yakışmış. Ya, harika oldun. O'likka o'sma qo'ygandek, go'ngga g'uncha suqqanday bo'pti. Fukusing ham ammalaringga tortgan, essiz-a. Qarindoshlaringga o'xshar ekansan. Ayniqsa ammalaringga. Akrabalarini benziyorsan. Mesela teyzena. Voy, qattan ham shu rangi sovuq otangga tekkan ekan mana. San ham shuni urug'lariga tortib ketding. G'irt ammalaringsan. San bolaman bo'lmadingsan. San menga o'xshamading. Essiz. Pul kerakmi? Parami lazım? Ha, shuda mana ona bankomat ona. Ona ertalabdan kechgacha pul pechat qiladi. Kimga nima olib bersam ekan deb o'tiribman. Mani ko'chaga olib chiqib solchi, u bu kim olarmikin? Osani kakras opangga vipsnoga ko'ylak, sanga telefon, zdachisiga otingga bitta yangi xotin ham olamiz, bo'ptimi? Yo'talib qolibsan? Shamolladingmi? Yuksak öksürüyorsun. Hasta mı oldun? Boshlandi. Men bu haftani normalni o'tkazolmayman. Boshlanadi mana. Bittasi kasal, bittasi shamollagan, bittasi yana bir narsa, bittasi depressiyada yotadi. Menga kasalman demalaring. Mana shu yetimga keldi, mana shu yetimga ishonasanmi? O tug'ilishingda xizmat ko'rsatgan otang ham bor, o'shanga dori olib kelsin, darmon olib kelsin. Yana men yuguramanmi kunduz sig'ida ko'chada? Menga kasalman demalaring. Ming marta aytdim, telefon o'ynama, suv ichma ko'p, terlab turib yugurma deb. Onang hech baloni bilmaydi-ku. Endi nima esingga tushib qoldi oning? Bor otang qarasin.